Ajoyib statistikaga ko'zim tushib qoldi. 1 yil ichida Chempionlar Ligasi g'olibini va Yevropa Ligasi g'olibini, APL chempionini, La Liga chempionini taslim eta olgan yagona klub Chelsea do'stlar. Va shularning hammasini 1 yil ichida amalga oshirdi Chelsea. Real Madrid, Bavariya, Manchester City, Liverpool hamda Barselonada bunday statistika yo'q do'stlar. Chempionlarni taslim qilish bo'yicha Chelsea o'quv kursi ochsa ham bo'ladi do'stlar. Chempionlarni taslim qilish kerak bo'lsa, Chelseaga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Va yana bir ajoyib yangilik, bugun APLda markaziy tur o'yini bor. Chelsea o'z maydonida Arsenalni qabul qiladi va bu o'yinda ham Chelsea g'alaba qozonsa, shunchaki respekt bo'ladi do'stlar. Hali ham obuna bo'lmasdan kuzatib o'tiribsizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ham qiziqarli ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz.